Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar, bir mo'min musulmon ikkinchi mo'min musulmonni haqqiga duo qilsa, o'sha duo tez mustajob bo'ladi. Chunki birodariga toli baxt so'rayotgan, birodarini sihat salomatligini so'rayotgan, birodarini bolalarini baxti saodatini so'rayotgan insonga Alloh bir farishtani vakil qilib qo'yarkanki, u farishta senga ham Alloh shuni bersin, seni ham Alloh taningni sog' qilsin, seni ham Alloh baxtli saodatli qilsin deb farishta u duo qilayotgan insonni haqqiga duo qilar ekan. Yana sarvar olam aytibdilar, bir odam bir ikkinchi odamni g'iybatini qilayotganda o'rtada uchinchi odam, birodar g'iybat qilmang, to'xtating g'iybatni desa, o'sha g'iybatni to'xtatgan insonga Alloh taologa fayzu baraka, kasb korida baraka, hayotini uzoq, tan jonni salomat qilar ekan. Qarang azizlar, yaxshilik inson barcha maqsadiga ezgulik bilan yetishadi. Ezgulik, mehrlik bo'laylik, bir-birimizga hamisha yaxshilik niyatini, yaxshi duolar qilaylik. Dunyoni nima ushlab turadi yo Rasululloh deb sahobalar so'ralganda, dunyoni mehr muruvvat ushlab turadi degan ekanlar. Dunyoda mehr muruvvat bor ekanki, dunyo bor. Azizlar, bir-birimizga mehrlik, muruvvatli bo'laylik. Baxt, toli, saodatli bo'lsin. Allohim o'rtamizdan mehr oqibatni ko'tarmasin.